o'ldirdik deyishyapti. Agar Rasululloh halok bo'lgan bo'lsalar, biz ham shu yo'lda jon beraylik. Qo'rqmang. Yo'q, Rasululloh tiriklar, yonlariga chaqiryaptilar. U zot yarador bo'ldilar. Toqqa chekinamiz. Toqqa chekinamiz. Sen yengding Xolid. Badr uchun o'ch oldik. O'zini ham, dinini ham yo'q qilmaguncha g'alaba yo'q. Yaqinlashsak, ular battar himoya qilishadi. Bu biz uchun xatarli. Ey Muhammad! Meni eshityapsanmi? Biz yengdik. Qubol oliydir. Rasululloh eng oliy zot Alloh dedilar. Bizdan o'lganlar jannatda, sizdan o'lganlar do'zaxda deyaptilar. Alloh bizning Mavlomiz, sizlarda Mavlo yo'q. Hamza, eshityapsanmi? Bu men. Hindman. Kimni o'ldirganing esingdami? Odamni, akamni, amakimni. Men seni o'ldirdim.